Assalomu alaykum tumanimiz fuqarolari, shahrimiz mehmonlari, jurnalist hamda bloger. So'nggi yillarda dunyo bo'yicha havo haroratining keskin o'zgarib, global isish bilan bog'liq iqlim o'zgarish jarayonlari respublikamizning iqlimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu yil ham yoz mavsumida respublikamizda havo harorati yildan yilga oshishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida iste'molchilarimizning sovutish tizimlaridan, jihozlardan foydalanish ehtiyojining keskin oshishi oqibatida elektr ta'minotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ortiqcha yuklanish, shuningdek, aholi yashash punktlari va yirik sanoat korxonalari hududlarida qurgan o'simliklarni tozalamasligi yong'inlar sonining keskin oshishiga olib kelishi mumkin. Joriy yil yoz mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish, ushbu yo'nalish mavjud muammolarni bartaraf etish uchun 2026-yilning 5-iyul kunidan 5-sentyabr kuniga qadar respublikamiz hududida dolzarb 60 kun profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirning asosiy maqsadi yoz mavsumida yong'inlar va favqulodda vaziyatlarni oldini olish, aholi hamda obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. O'tgan 6 oy davomida Yangihayot tumanida jami 29 ta yong'in sodir bo'lgan bo'lib, shulardan tadbirkorlik subyektlarida 6 ta, transport vositalarida 2 ta, aholi yashash xonadonlarida 14 ta va boshqa ochiq maydonlarda jami 7 ta yong'in sodir bo'lgan. Raqamlar shuni ko'rsatmoqdaki, asosiy eng ko'p sodir bo'lgan yong'inlar aholi yashash xonadonida to'g'ri kelmoqda. Yong'inlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3 taga kamaygan. Fursatdan foydalanib fuqarolarimiz mana shunday holatlarga tushib qolmasligini istab qolamiz va ularni doimiy ravishda shu aholi yashash xonadonlarida, ish joylarida yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda ish olib borishlarini hamda faoliyat yurishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, yoz mavsumida fuqarolarimizning ayniqsa cho'milish mavsumi bo'lgan ehtiyoji ortib boradi. Hozirgi kunda shu fuqarolarimizning yosh farzandlarini e'tiborsiz hamda nazorasiz qoldirishi yoxud o'zlari shu belgilanmagan cho'milish taqiqlangan joylarda cho'milish natijasida respublikamizning turli hududlarida cho'kish bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar uchrab turmoqda. Fursatdan foydalanib, mana shu Yangihayot tumanida oqib o'tuvchi daryo va ko'llarda fuqarolarimiz belgilanmagan joylarda o'zlari va farzandlarini nazorasiz qoldirmasligi, cho'milmasligi, spirtli iste'mol qilgan holda cho'milmasligi va boshqa xatti-harakatlarni amalga oshirmasligini so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.